Birinchi darsimiz, ya'ni birinchi mavzumizni 6-testiga yechim qilishni boshlaymiz. Xo'sh, demak, birinchi savolda aytilyapti, x ni toping deb savol qo'yilyapti. Mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisi, ya'ni 2x ga 3x ni qo'shsak 5x imiz mana bu burchakka teng bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, 100 gradus bo'lsa, x teng 20 gradus bo'lar ekan. S javob bo'lar ekan demak. Xo'sh, mana bu holatda endi mana bu yerdagi burchak 70 gradusga qo'shni burchak bilan 110 gradus bilan, mana 110 gradusli burchak bilan 150 gradusli burchaklar yig'indisi 260 gradus bo'ladi va ularga mana alfani qo'shsak, uchalasining yig'indisi birgalikda 360 gradusni berish kerak. Alfa bu yerda 100 gradus ekanligi kelib chiqadi. D javob bo'lar ekan demak. Xo'sh, 3-savolimizda mana bu yerda bunday davom ettirib qo'yamiz. Xo'sh, mana bu burchak 70 gradus bo'ladi. Mana shu 70 gradusli burchak bilan mana 30 gradusli burchaklar yig'indisi 70 gradus plus 30 gradusli burchaklar yig'indisi mana bu alfaga teng bo'ladi. Alfa teng 100 gradusga tenglik kelib chiqadi. Bunday xossa bor o'zi. Uchlari bir tomonga yo'nalgan. Demak, mana buni uchi bilan mana buni uchi bir tomonga yo'nalgan, mana bu burchak uchi ularga qarama-qarshi. Demak, alfa o'sha ikkitasini yig'indisi teng bo'ladi. Demak, 100 gradus. Javob bo'lar ekan. 4-savolga e'tibor beramiz. 4-savolda alfani demak topish talab qilinyapti. Hozir mana bu yerdan chizmani davom ettiramiz. Mana bu D1 ni bundayga davom ettiraman. Xo'sh, S ni bundayga davom ettiraman. Xo'sh, demak, mana bu yerdagi burchak 20 gradusga teng. Ikkalasi 20 dan bo'ladi. Mana bu x bo'lsa, bu ham x ga teng. Endi mana bu 100 gradusli burchagimiz o'ziga qo'shni bo'lmagan x va alfani yig'indisiga teng. Alfa plus x ga teng. Endi mana bu yerdagi alfa tashqi burchagimiz o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar x va 20 yig'indisiga teng. X plus 20 gradus. Bundan x ni topsak, alfa minus 20 gradus bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga olib kelib qo'yaman x o'rniga. Alfa plus x o'rniga alfa minus 20 gradusni qo'yaman. Teng 100 gradus. 2 alfa teng 120 gradus bo'ladi. Alfa teng 60 gradusga. D javob bo'lar ekan. Xo'sh, endi hozir mana bu 5 bilan 5 bilan 6 bir xil ishlanadi. Mana shunday holat kelib qolsa, hozir chizma orqali tushuntirib beraman bu nima uchun shunday bo'layotganligini. Mana buni bunday davom ettiramiz. Mana bu chiziqni D1 bilan kesishguncha mana bu D1 ni ham davom ettiramiz. To'liq holatda, mana shunday holatda. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchagimiz bilan mana bu burchagimiz teng ikkalasi. Demak, bu x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Mana bu ham x ikkalasi tengligi aytilyapti. Endi mana bu burchagimiz y bo'lsa, mana bu burchagimiz ham y bo'ladi. Y bo'ladi. Mana bu x ekanligini bildik, mana bu y ekanligini bildik. Mana bu 50 gradusli tashqi burchak o'ziga qo'shni bo'lmagan x va y ichki burchaklar yig'indisiga teng. Demak, x plus y imiz 50 gradusga teng. Endi mana bu yerdan chiziq o'tkazib olamiz. Mana bu chiziqni ham o'tkazamiz bundayga. Xo'sh, buni bundayga o'tkazib olsak, mana bu burchagimiz to'liq holatda 2x, mana bu burchagimiz ham 2x ga teng bo'ladi. Endi mana bu alfa tashqi burchagimiz o'ziga qo'shni bo'lmagan mana bu 2x burchak va mana bu 2y burchaklar yig'indisiga teng. 2x plus 2y. Xo'sh, mana buni 2 ga shunday ko'paytirib yuborsak, 2x plus 2y kelib chiqadi. Demak, 100 gradusga teng ekan. Bundan alfamiz 100 gradusga tenglik kelib chiqadi. Endi umumiy holatda mana ikkita bisektrisani demak kesishdan hosil bo'lgan mana bu yerdagi burchak mana bu burchakni yarmiga teng bo'ladi yoki mana bu burchak bu burchakdan 2 marta katta bo'ladi. Shunday xossa bo'ladi. Xo'sh, bu yerda 100 gradus bo'lsa mana bu a ga teng bo'ladi. 6-savolda mana bu ABC burchak deyapti. Mana bu to'liq burchak, ABC burchak. Xo'sh, mana bu CBD burchak. Demak, CBD burchagimiz mana bu burchakdan 2 marta katta. Bu degani ABC mana shundan ikkita keladi degani mana. Ikkalasi bir-biriga teng degani. Ya'ni BD bisektrisa. Keyin aytayapti, CF burchak, mana bu to'liq mana bu burchagimiz DEC burchakdir. Ya'ni mana bu yo'q. Mana bu burchakdan 2 marta katta. U degani bu ham shunga teng degani. Ikkita bisektrisa kesishyapti. Endi mana bu alfani so'rayapti. Bu alfamiz bu ham 5-savolda ham ko'rdik. Ya'ni bundan 2 marta katta bo'ldi. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. 40 gradusdan 2 marta katta bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 40 gradus
80 gradusga teng bo'lar ekan. D javob bo'lar ekan. Xo'sh, mana bu savolda endi burchaklar uchiga e'tibor beramiz. Mana bu 3 bilan, mana bu 3 bor, mana bu 3 bor. Demak, ular yig'indisi 40 gradusli, 50 gradusli va alfa burchaklar yig'indisi. Mana burchaklar uchiga e'tibor beramiz. 30 gradusli burchak va 70 gradusli burchaklar yig'indisiga teng. Bundan alfamiz 10 gradusga tenglik kelib chiqadi. A javob bo'lar ekan. 8-savolimizda. Xo'sh, mana bu burchak vertikal burchak ikkalasi, bu ham 80 gradusga teng. Endi burchaklar uchiga e'tibor beramiz. Mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisi. 40 gradusli burchak, 60 gradusli burchak va 80 gradusli burchaklar. Mana bu burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. Mana bu ikkalasi. Ya'ni alfa plus 100 gradusga. Mana bu 180 bo'ladi. Demak, alfamiz bu yerda 80 gradusga tenglik kelib chiqadi. D javob bo'lar ekan. Xo'sh, 9-savolda. Endi e'tibor beramiz. Xo'sh, mana bularni alfa desak, mana bu burchakni x desam, buni y desam, buni z desam. Demak, ABC burchagimiz, mana bu burchagimiz 3x ekan, alfaga teng ekan, x ni topsam alfa taqsim 3 bo'ladi. Mana bu burchagimiz BCD burchagimiz mana y ga teng va u shuni 4y ga mana alfaga teng ekan. Mana bunga tenglik aytilyapti. Buni y topsak alfa taqsim 4. Mana bu CDE burchagimiz z bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 6 ko'paytirilgan zimiz alfaga teng ekan. Z ni topsak alfa taqsim 6 bo'lyapti. Demak, mana bu burchak alfa taqsim 3, alfa taqsim 4, bu alfa taqsim 6 bo'lyapti. Endi shu mana bu uchalasini yig'indisi 360 bo'ladi. Shunday xossa bor edi. Demak, alfa taqsim 3 ga qo'shsak alfa taqsim 4 ni plus alfa taqsim 6 ni qo'shsak 360 gradus bo'lardi. Demak, endi uchalasiga 12 maxraj bo'ladi. Bunga 4 tadan, bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. Xo'p, 7 9 taqsim 12 alfa bu degani 3 taqsim 4 alfa degani bu 360 gradusga teng. Bundan alfamiz 480 gradusga tenglik kelib chiqadi. Bizdan BCD burchakni so'rayotgan ekan, mana bu. Ya'ni alfa taqsim 4 ni so'rayotgan ekan. 480 gradus taqsim 4 bo'ladi bu. 120 gradusga teng bo'lar ekan. C javob. Xo'sh, 10-savolimizda aytilyapti. Xo'sh, endi e'tibor beramiz. 10-savolimiz qiziqarli savol ekan. O'zi mana bu chizmalarni bir necha xil holatda ishlasa bo'ladi. Endi kimdir men ishlayotgan yo'ldan boshqacharoq yo'lda ham ishlashi mumkin. U xato deyilmaydi. O'zini yo'llari ko'p. Demak, mana shunday kesishtirsam, mana bu burchak 60 gradusga tenglik ko'rinadi. Undan keyin mana bu 80 bo'lsa, mana bu ham 80 gradus bo'ladi. Endi mana bu 60 gradusli burchak bilan mana bu alfa gradusli burchaklar, ichki burchaklar yig'indisi mana bu tashqi burchakka teng bo'ladi. Demak, 80 gradusli burchak alfa plus 60 gradusli burchakka teng. Alfamiz 20 gradusli burchakka teng bo'lar ekan. D javob. 11-savolga e'tibor beramiz. Demak, xo'sh, mana bu burchak mana bu burchakka teng bo'ladi. Endi bu yerda teng 2 ga bo'lindimi? U 40 gradusdan va 40 gradusdan bo'lib qoladi. Xo'sh, endi mana bu yerda burchagimiz 100 gradus bo'ladi, 80 gradusli burchakka qo'shni burchak. Mana bu ichki burchak bilan bu ichki burchak yig'indisi mana bu tashqi burchakka teng bo'ladi. Demak, alfa teng bo'lar ekan 100 gradusli burchak va o'sha 40 gradusli burchaklar yig'indisi teng. Bu 140 gradusga tenglik kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan. Xo'sh, 12-savolda bizdan alfani topish talab qilinyapti. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchak bilan mana bu burchak teng. Bu yerda teng 2 ga bo'lingan ekan, bu 50 bo'lsa, mana bular 25 gradus, 25 gradusdan bo'ladi. Xo'sh, mana buni davom ettirsak, mana bu chiziqni davom ettirsak, mana bundagiga mana bu yerdagi burchagimiz 50 gradusga tenglik kelib chiqadi. Mana bu bilan bu teng. Undan mana bu yerdagi burchak 130 gradus bo'ladi. Endi mana bu uch burchakda, mana bu ichki 25 gradusli burchak bilan mana bu 130 gradusli burchak, mana bu tashqi burchagiga teng bo'ladi. Demak, alfa teng bo'ladi 130 gradusli burchak va 25 gradus burchaklar yig'indisi alfa teng 155 gradusga tenglik kelib chiqadi. C javob bo'lar ekan. Xo'sh, 13-savol. 13-savolga e'tibor beramiz. Mana buni yo'l tutamiz bu yerda hozir. Xo'sh, demak, mana buni bundayga davom ettiraman. Mana buni bundayga davom ettiraman. Xo'sh, endi mana bu burchak alfa bo'lsa, mana bu yerda burchak ham alfa bo'ladi.
Mana bu chiziq D1 chiziq, D2 ga parallel. Xo'sh, endi mana bu burchak 110 gradus bo'ladi. Mana 110 bo'lsa, mana 70 180, bu bilan 280. Mana 80 gradusga teng bo'lishi kerak bo'lib qoladi, chunki to'rt burchak ichki burchaklari yig'indisi 360 ga teng. Bu 80 bo'lsa, unga qo'shni bo'lgan bu alfa burchagimiz 100 gradusga tenglik kelib chiqadi. A javob bo'lar ekan. 14-savolga e'tibor beramiz. Demak, D1 D2 ga parallelligidan mana bu burchak bilan mana bu burchak to'liq mana shuni yig'indisi 180 gradus bilan bu 48 bo'lsa, mana bu burchak to'liq holatda 132 bilan mana bu burchaklar 66 gradusdan ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, bu 66 gradusdan bo'lsa, demak, endi mana bu D1 ni davom ettiramiz. Mana shunday holatda va mana bu CD ni ham davom ettiramiz. Mana shunday holatda davom ettirsam, mana bu burchagimiz bilan mana bu burchak teng bo'ladi 66 gradus. Xo'sh, mana bu AC ni BD ga parallelligi aytilyapti. Ya'ni mana bu bilan mana bu parallel deyilyapti. Mana bu 48 bo'lsa, bu ham 48 gradusga teng bo'ladi. Mana bu ichki burchak bilan bu ichki burchaklar yig'indisi mana bu tashqi burchakka teng bo'ladi. Demak, alfa teng 66 gradusli burchak va 48 gradusli burchaklar yig'indisiga teng, alfa teng 114 gradusli burchak ekanligi kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan. Xo'sh, 15-savolda alfani topish talab qilinyapti. Xo'sh, demak, mana bu burchagimiz x bo'lsa, bu burchagimiz ham x bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu burchagimiz 155 gradus bo'ladi. Mana bu yerda x ga mana bu alfani qo'shsak, ikkalasi D1 D2 ga parallelligidan x plus alfamiz 180 gradusga tenglik kelib chiqadi. Xo'sh, x plus alfamiz 180 gradus deydigan bo'lsak, hozir mana bu yerda mana bu chiziqni davom ettiramiz. Mana bunday holatda va mana bu chiziqni ham davom ettiramiz. Xo'sh, mana bu yerdagi burchagimiz 75, tashqi burchagimiz 75 gradus tashqi burchak. Mana bu 25 gradusli ichki burchak va mana bu yerda 50 gradusli ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Mana bu yer 50 bo'lsa, mana bu burchak to'liq holatda 130 bo'ladi. Demak, 2ximiz 130 gradusga teng ekanligi ko'rinib turibdi. Bunda ximiz xo'sh 65 gradus ekanligi kelib chiqadi. Mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. 65 gradus plus alfa 180 gradusga teng. Alfa teng bilan 115 gradusga. D javob bo'lar ekan. Mana bu 50 bo'lsa, mana bu ikkalasining yig'indisi 180 bo'lishi kerakligidan mana bu burchak 130 ekanligi aytilyapti. Mana shunday kelyapti. Xo'sh, 16-savolga e'tibor beramiz demak. Xo'sh, 16-savolimizda mana buni hozir davom ettirsak, mana bu yerdan mana buni ham davom ettirsak, bundayga mana shundayga davom ettirsak, xo'sh, demak, mana bu burchagimiz x deydigan bo'lsak, bu burchagimiz ham x bo'ladi. Undan mana bu yerdagi burchagimiz ham x ga tenglik kelib chiqadi. Xo'sh, demak, bu burchagimiz ham x bo'ladi. Mana bu burchak y bo'lsa, demak bu burchagimiz ham y ga tenglik kelib chiqadi. Undan mana bu ichki burchak bilan mana bu ichki burchakning yig'indisi mana bu tashqi burchakka tenglik kelib chiqadi. Demak, x plus y imiz 70 gradusga teng ekan. Xo'sh, endi biz hozir mana buni davom ettirsak. Mana buni davom ettirsak shundayga. Xo'sh, mana bu burchagimiz 100 gradus ekanligi aytilyapti. Mana bu burchak, mana bu burchak, mana bu ichki burchak va mana bu ichki burchaklar yig'indisi teng. 70 gradusli va x yo'q, y gradus burchaklarga teng bo'ladi, yig'indisi teng bo'ladi. Mana bu burchak 100 gradus bo'lsa e'tibor beramiz. Plus mana bu burchak 70 gradus plus y bo'lsa, mana bu burchagimiz x bo'lsa, plus x. Xo'p, ularning yig'indisi. Demak, 170 mana x plus y imiz 77, 240 gradus bo'lsa, mana bu yerimiz 120 gradus bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Chunki to'rt burchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 ga teng. Yana bir marta takrorlayman. Mana bu burchak y bo'lsa, bu 70. Mana bu yerda tashqi burchak ikkalasining yig'indisiga teng. Mana bu yer x ga teng. Mana bu burchak 100 gradusga teng. Endi bu burchak, mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisi
100 plus 70 plus y. Ya'ni 100 ga 70 qo'shsak 170, mana x plus y ni topgan edik bu yerda 70 ekanligini. Uchalasini yig'indisi 240 bo'ldimi? Mana bu yer 120 bo'lishi kerak bular mana burchak. 360 ga to'ldirilishi uchun. Demak, endi mana bu yoyiq burchagimiz 180 ekanligidan bu 120 bo'lsa, mana bu alfamiz 180 ga to'lishi uchun 60 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda ejov ekanligi kelib chiqar ekan.